Islom axloqi tinchlik, totuvlik va adolat asosidir. Bugungi kunda har birimiz dunyoda va yaqin sharq mamlakatlarida muqaddas dinimiz nomidan sodir etilayotgan islomni shior qilib olgan yovuzlik va buzg'unchiliklardan turli g'arazli maqsaddagi kishilar manfaatdor ekanini yaxshi anglab yetdik. Biroq bu bilan cheklanib qolmasdan xalqimizga, xususan yoshlarimizga yurtimizdagi barqarorlik, hamjihatlik, taraqqiyot, tinch osuda hayotimizning qadriga yetish, Alloh taolo yaratgan bu ulug' ne'matni ko'z qorachig'idek asrash uchun sergak va hushyor bo'lishga targ'ib etishimiz lozim. Barchamizga ma'lumki, shar'iy hukmlar Qur'on va sunnat orqali joriy bo'ladi. Olimlar shariat qoidalarini odamlarga yetkazadilar xolos. Bu yo'lda qalbakilikka yuz tutish, shariat ahkomlarini o'z maqsadiga moslashtirish, dinda g'uluga ketish, bandalar qalbida adovat urug'ini sochish man qilingan ishlardandir. Bu borada muqaddas manbalarga suyanib ish ko'rish ayni muddaodir. Qur'oni Karim oyatlarida yer yuzida buzg'unchilik qilish, qotillikka qo'l urish, fitna olovini yoqish, zulm qilish kabi bir qator razil sifatlar qattiq qoralangan. Uni amalga oshiruvchi kishilarga qiyomatda alamli azoblar bo'lishi uqtirilgan. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmon shunday kishiki, boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan aslo ozor topmasliklari kerak. Haqiqiy muhojir esa Alloh qaytargan narsalardan qaytgan kishidir dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'min shunday kishiki, odamlar qonlari va jonlari borasida undan omonda bo'ladilar dedilar. Payg'ambarimiz ushbu hadislari bilan haqiqiy musulmon, mo'min va muhojir kimligini aniq ko'rsatib o'tganlar. Nabiy alayhissalomning musulmon, mo'min, muhojir tushunchalariga alohida e'tibor qaratib, uning ma'nosini tushuntirib o'tganlarning o'ziyoq islomning naqadar mukammal ekaniga dalolatdir. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bizning ishimizga tegishli bo'lmagan narsani paydo qilsa, uning ishi rad etilgandir dedilar. Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim jamoatdan bir qarich uzoqlashsa, haqiqatda islom arqonini bo'ynidan batamom yechib tashlabdi dedilar. Biz bu o'rinda ayrim hadislarning zikri bilan cheklandik xolos. Bu boradagi oyat va hadislarni ko'plab keltirish mumkin. Ammo xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, islom tinchlikparvar din. Uni har kim o'zicha talqin etishga aslo haqqi yo'q. Ota-bobolarimiz doimo aqldan naqlni ustun qo'yganlarki, bu ularning hidoyat yulduzi timsolida porlashlariga sabab bo'lgan.